Qirg'izistondan kelyapsiz, to'g'rimi? Birinchi skriningdan o'tyapsiz. Ekrandan ko'rishlari mumkin. Bizani kuzatuvchilarimiz воды чистые, тонус по передней стенке, длина шейки матки 35-7 millimetr. Bitta qo'lchamizni ko'tarib olamiz, ko'rdingizmi? 5 ta barmoqcham bor, deyapti. Ikkinchi qo'lchamizni ham ko'tarib olamiz. Mana barmoqchalarim bor deb ko'rsatyapti. Bosh suyagi, miyalari, mana birinchimiz, mana yuqori jag'i, pastki jag'i, qorincha old qismi, ikkita oyoqchamiz tizzalarigacha ko'rsatyapti. Позвоночниклari ровненько, bo'yni qalin emas. Birinchi skriningda TVP, толщина-воротниковая zona deymiz. Qalin chiqmasligi kerak 2,5 millimetrdan. O'pkachasini ko'rdim. Yurakchamiz uryapti. Yurak urishlari normada, 154 ta uryapti. Jigar sohasini ko'rdim. Oshqozonchasi ko'rinyapti. Ichaklari yaxshi. Kindikchamiz qorin old sohasidan chiqyapti. Mochevой puzirimiz joyida. Birinchi skriningda mana shuni o'zini ko'rsa bo'ldi. Xudo xohlasa sizni ikkinchi skriningda kutamiz. Ikkinchi skrining 18-22 hafta oralig'ida qilishingiz shart. Xo'pmi? Xo'p, agar kelolsangiz Qirg'izistondan keling, 98% sog'lig'ini ko'rib beraman. Birinchi skriningdan o'tdilar. Bizda mana rasmlari.